Har bir asteroid tarkibi bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Olimlar ularni 3 ta asosiy turga ajratishadi. C-type ko'mirsimon asteroidlar. Ular Quyosh tizimidagi eng ko'p uchraydigan asteroidlardir. Tarkibida ko'mir va organik moddalar mavjud. Bu asteroidlardan suv va karbonatlar qazib olish mumkin. S-type toshsimon asteroidlar. Ular silikat va temir-nikel qorishmalaridan iborat. Bu asteroidlardan temir va nikel qazib olish mumkin. M-type metal asteroidlar. Eng noyob va qimmatbaho metallar bilan to'lgan asteroidlar. Platina, nikel, oltin va palladiy kabi yuqori qiymatli elementlar aynan shu turdagi asteroidlarda mavjud. Hozirgi texnologiyalar bilan Yerga yaqin asteroidlar eng yaxshi variant hisoblanadi. Ularning orbitasi Yerga nisbatan yaqin, bu esa ularga missiya yuborishni osonlashtiradi. Ular orasida metal va toshsimon asteroidlar juda ko'p. Ayrim olimlar hatto ushbu asteroidlarni orbitada turib qayta ishlash mumkinligi haqida bahs yuritishmoqda. Bu asteroidlar nafaqat fazoviy tadqiqotlar uchun, balki yer iqtisodiyoti uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.